Sizlarga bu gapni gapirmasam bo'lmaydi. Nexus 2 Projekti bo'lmaydi. To'xtatiladi hozir. Kuzov ekspert kelganman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gapni. Qanchasiz? Bo'ldi, to'xtatsin, okey. Bo'lmaydi, okey, Nexus 2 Projekt. To'xtatdi, nima deysiz? Bo'lmaydi, okey. Ish to'xtataylik. Nimaga? Qo'yavering aka, bo'ldi, to'xtataylik, qilmaylik aka shu ishni. Hop, tushundim, sababi bilan, aka, to'xtatilishning sababi. Yo'q, ko'pchilik aloqaga chiqyapti-da aka. Ha. Aytyapti. Noto'g'ri deyapti. Postga ham joylashtirdi aka. Noto'g'ri deyishyapti. Direktdan shunaqangi gaplar yozib tashlashyapti aka. Kimdir nimadir, menga tushuntirib bering, aka. Yo'q, aytishyapti-da aka. Qarang, siz kelyapsiz-da, o'zingizdan o'zi kelib to'xtat deyapsiz. Kecha bozorga tushdik, shuncha pulga narsa oldik. O'zingizdan o'zingiz to'xtat deyapsiz. Sababini tushuntirib bering, menga bo'ldi. To'xtasam to'xtataveraman. To'g'risi. Sababini aytib keting menga, aka. To'g'risi, rasxod muhim emas menga. Odamlar fikri muhimda. Odamlar shu darajada hurmat qilar ekan, men 2 proyektni to'xtatib, bir qilamiz, aka. Bir qilamiz, aka. Shumi, aka? Shu endi Siz shuni telefonda yoki bundoq kirib to'g'ri aytsangiz bo'ladi. Bu to'xtat desangiz-chi, meni xohlam aytdimi nima? Kimdir nimadir dedimi yo nimadir deb yozdimi? Mingta narsaga borib keldi. Muzladim bitta, muzladim realniy kim nima bo'lgan bo'lishi mumkin ekan dedim.